Siymay voy deydi. Mana shu qanday? Juda ham usta ochadi mana shu rang. Kaltami uzunni endi ko'ylak emas. Qarang, xo'jayiningiz xarakterlar og'irmi? Mana shu bo'ladimi? Qarang, juda chiroyli. Yigitga yaxshiroq bo'lsa qizilroq. Qarang, xo'jayiningizga qizil rang yoqadimi? Inoya rozg'arashma mama. Namedonamda. Mezanat soni. Mezonadmi? Ha, chukunammi. Ayyo, mayli, tushundim. Ko'ylak yoqyaptimi o'zi sizga? Sharoitiga qarash kerak, endi ko'ngliga, erkak kishiga. Shu eringizdan ko'ra sizni xarakteringiz og'irmi deyman-da. Xo'jayingiz nima ish qiladilar o'zi? Ularga matematikadan dars beradi. Institutda matematikadan dars beradilarmi? Domlalarning xarakteri injiq bo'ladi. Bo'lib qoldimi? Shu kishimi xo'jayiningiz? Bu kishi shofirimiz bo'ladi. Qo'y yanga tezlashing. Domla ziq bo'lyapti, hozir o'zi kelar ekan. Yanga tamom ey. Domlam o'zi yetib keldi. Limon qila. Buxorodan kelyapti, Qo'qondan kelyapti. Ana, o. Avropa. Buraga bu zakar kerak, ovqat ketmasa bo'ldi. 3 ta ko'ylak 750 mingdan domla nech pul bo'lardi? 36 ming bo'lar. Oho, bu turishda do'konni yopamiz-ku. To'ppa to'g'ri. Davay. Nech pul bo'ldi shunday qilib? 3 ta 750 ming qancha bo'ldi? 70 ming. 70 ming. Boyaga aytganimmi 70 mingmi? 36 ming bo'libdi. 3 ta ko'ylak. Ha. Barakasi. Mayli kiysin, yaxshilarga kiysin. Xursandmisiz? Xursand. Sen Yaxshi ko'ylakga kel, to'ylarga. Sen sevaman-da, sen sevaman-da. Siymay voy deydi. Kichkinagina bo'lsa ham hadyamizni qabul qilasiz Parvina bu Parvina nomidan. duo qilib qo'ying. Ha, shularga, ha? Ha. Yaxshi kiyib bermana biz ham mana kuyov bola bo'lib qolganmiz. Ancha kiyirdi. Mayli, nima deymiz? Ishlariga omad. Ishlariga omad. Kiysa sodasini bersa, yaxshi to'g'ri bo'lsa, zamon bitirdi. Parvina butik. Parvina butik. Adiga pudik.